Navbatdagi tunukafon xizmatimizni Andijon viloyati Asakada, xudo xolasa, Asaka shahriga qaraydi bu. Asaka shahrida xudo xolasa 4 toshda, xudo xolasa tugatyapmiz. Xonadon egasini mana fikrlarini eshitamiz. Ustalarimiz haqida. Assalomu alaykum. Havasmand birodarlar. Mana qarang. Oz vaqt ichida shu yigitlar chiroyli qilib mana tunakafonni qilishdi. Juda chiroyli. Men xursandman bulardan. Bularning ishiga rivoj tilayman. Kelajakda topganiga barakot tilayman. Haloldan rizq beraversin Xudoyim bularga. Amin. Uni bo'lsa mana Ramazon kunlarida, Ramazonni demasdan bolalar yaxshi ish qilishdi. Roza tutishib, mana Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin ulardan. Hammamizdan, bulardan ham, bizdan ham Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin ilohim. Mana shu uloyam kunlarda salomat bo'linglar. Muhammad Yusuf, sizga ham rahmat. Mana yo'q demasdan bir og'iz o'g'lini nimasiga, rayiga qarab tugat berdinglar. Alloh taolo umringlarga, rizqinglarga barakot bersin. Hofizi Qur'on avlodinglardan ko'proq olimlar, hofizi Qur'onlar tug'ilsinlar. Topganinglarga har doim barakot bersin. Haloldan bersin, haromdan o'zi saqlasin. Aldov, ko'z bo'yamachilikdan ham o'zi saqlasin Parvardigori. Yo'linglarda doim qayerlarda yursanglar, yo'linglarda Alloh taolo bexatar qilsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Allohu akbar. Rahmat katta sizga. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik yana. Xo'p, salomat. Xo'p, mana xonadonimizni xudo xolasa juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ayniqsa buni darvozaxonamizga bir maza qilib yubordim. Sababi u kosmoschi birarga joyga yarashmay qolyapti, lekin o'zingizlar mana ko'ringlar, mana xudo xolasa kosmosimiz ham rangiga mos bo'lgan. Maloshni oldin bu tomoni bo'lgan ekan, buzdan ham bu yoqlar yangi bo'libdi. Bu nari tomonini boshqa hamkasblarimiz qilgan ekan, biz bundan mana bu joydan bu yog'ini xudo xolasa qildik. Mana bu joyga bir dona xudo xolasa chiroyli kosmoslarimizdan ham qo'ydik. Xo'p, hovuz holatda qilganmiz. O'rtalari rombik shaxmat bo'lgan, chekalari esa peshanasi kobra holatda, hovuz holatda aylantirilgan. Chekalariga eng devor tagiga karnizlarni chiroyli holatda qo'yib, xudo xolasa ishimizni yakuniga yetkazganmiz. Xo'p, ishlarimizni mana kuzatyapsizlar. Xonadon egasini fikrlarini eshitdinglar. Xudo xolasa uyga tunukafon qilgizmoqchi bo'lib o'ylanib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha, katta narsani va'da bermaymiz-ku, qo'limizdan kelgancha xudo xolasa xizmatingizlarni chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz. Xonadonimizda mana ikkita akoshkalari ham bor ekan. Bittasi mana bu joyda, bittasi o nari joyda. Ularni ham chiroyli holatda xudo xolasa mana yakuniga yetkazib, o'rtalariga jalyuzi pardalari bilan birgalikda qilib berganmiz. Xo'p, akalar, xizmatlar qayerlar bo'ylab deb ko'pchilik savol beryapti. Xizmatlar asosan bizda vodiy bo'ylab ishlardik. Hozir Samarqand, Sirdaryo, Jizzaxlardan ham talab ko'payib ketganligini hisobga olgan holatda shu hududlarda ham xizmat faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Agar shu joylardan bo'lsangiz, tunukafon qilmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, uyingiz rasmlarini olib, mana shu quyida raqamlarda telegramlarimiz bor. Iloji boricha razmerlari bilan bizga tashlasanglar, sizlarga summalarini chiqarib beramiz. Agar summalari sizlarning hisobingizlarga to'g'ri kelib qolsa, xudo xolasa, bemalol sizlarga ham xonadoningizlarga mana shunaqa chiroyli tunukafon qilib berishimiz kerak bo'ladi. Sizlardan faqat yotoq, oziq-ovqat bo'ladi, xolos. Uzoq bo'lganini hisobiga qolgan hamma narsasini xuddi mana shunaqa o'zimiz olib kelib xonadonlarga qilib beramiz. Endi buni o'zimiz yaqin joylarda bo'lsa, biz manzilimizni eslatib o'tamiz. Ko'pchilik biladi, bilmaganlarga Andijon, Asakadamiz. Agar bizga yaqin hududlarda bo'lsa, hududinglar bemalol boramiz. Bir mahal obed bo'ladi. Ro'zani kunida obed ham ba'zida qilinmayapti. Uji sizlardan ketadigan narsa shu. Qolgan hatto lesa, pesa, shurup hech qanaqa narsaga sizlarni ovora qilmaymiz, xudo xolasa. Xo'p, tunukafon haqida endi ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, buni ko'pchilik bukilish qayrishini tushunmay qolyapti ekan. Bukilish qayrish deganda mana bu darvozaxonamizni mana ko'rib turibsizlar. Masalan, 3,5 ga 6 metr joy deydigan bo'lsangiz, 3,5 ga 6 ni ko'paytirsangiz, joyning kvadrati masalan 5 ga 4 ni ko'paytiraylik. 5 ga 4 20 kvadrat joyning kvadrati bo'lsa, bu joyga 20 kvadrat tunga ishlatilmashining sababi mana bu devordan boshlab chiqayotgan detallar yoyliq holatda o'zi katta bo'ladi. Bu bukilgan hisobiga kichayadi. Mana bu peshanaga yonboshi hovuz qilib qatirilgan kobralarimiz esa ular o'zimdek tepadan mana
hovuz bo'lib tushishiga уже ko'pchilik tushunib ham qolgan. Peshanani hisobi bor, tagini hisobi bor, yonboshda tillarini hisobi bor. Shuni hisobiga tunuka qisqaradi bukilganda. Qisqarganda kichikroq joyni yopadi. Mana bu o'rtadagilar ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Shuni hisobiga mana shunaqa fasollarda 20 kvadratlik joyizga taxminan 35-36 kvadrat atrofida material hisobga olsanglar, xudo xolasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni o'zimiz o'lchab, xudo xolasa chiroyli holatda qilamiz. Xo'p, akalar, tunikafon haqida yaxshi ma'lumot berdik deb o'ylayman. Xudo xolasa bir donagina like tugmachasini bosib, uyga tunikafon qizmoqchilarga bizning ishlarimizni ulashib tursanglar, xudo xolasa juda ham manfaatli bo'ladi. Uyga tunikafon qizmoqchi bo'lib yurganlar juda yana bir narsa, ko'pchilik aldanib qolyapti, boshqa bo'lyapti. Shuning uchun kimga tunikafon qizmoqchi bo'lsangiz ham bemalol ishlarini ko'rib, qayerda ishlagan, kimligini bilib, iloji boricha zakaz qilinglar. Sababi ko'p shu narsaning guvohi bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun ogohlantirish sifatida aytib qo'yapmiz. Xo'p, mana bu tomonlarimiz ham xudo xolasa go'zal holatda bitgan. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Xizmatimiz Andijonda To'rtoshida bo'lyapti. Xudo xolasa bu yerda mana bu tomonlarimiz o'zi oldin tunikafon qildirgan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, oldingi qilingan holati. Endi biz xudo xolasa mana bu joydan boshlab polностью bu tomoniga xudo xolasa tunikalarni qilyapmiz. Hozir mana bu joylarimiz apshikalar bo'ladi, polniy bekitamiz. Xudo xolasa darvozaxonamizni, nari darvozaxonamizni ham hozir ko'rdinglar mana. Mana bu darvozaxona oldin qilingani akalar. Endi xudo xolasa mana bu joyda xudo xolasa mana bu darvozaxonani ko'rib qo'yinglar, xudo xolasa. Devoriga karnizlarimiz qolgan, xudo xolasa karnizlarni qatiramiz. Mana bu joyga kosmosimizni o'rnatsak, xudo xolasa juda ham go'zal holatga aylanadi akalar. Xo'p. Endi ish jarayonlarimiz. Xo'p. Mana bu joyda uyamiz bor bitta. Mana bu joyda ichki burchagimiz qolgan, polniy apshikalarimiz keladi. Mana bu joyda ham bitta arkamiz bor akalar. Xudo xolasa apshikalari bilan karnizlari bo'lgandan keyin ishimizni ko'rib qo'yasizlar. Eski tomoni akalar. Eski bo'lgan patologiya. Endi tomonlari ham eski tomonlari, bu tomoni ham eski qilingan. Mana bu tomonga mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa yangi kasetalarimizni xudo xolasa cho'tki qilib qatiryapmiz. Akalar, kuzatib turinglar, xudo xolasa